Bir günü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bilen oturup ularga men sizlarga 5 cümle söz ügütüp koyma. Onu ağan kişi üzü emel kıldı ve başkalarına ügütüdü. Kim alıdı deydi. Şu arada Ebu Hureyre radıyallahu anhu ya Resulullah men alıman dep ondan turdu. Andın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla kel yenimga kolunu ber deydi. Şu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzünün iki mübarek kolu bilen Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun kolunu tutup durup mundaq deydi. İttekil meharim tekunu a'bedun nas. Vardi bima qassamallahu leke tekun agnan nas. Ahsin ila jarik tekun mu'minen. Ahib li gayrike ma tuhib li nefsike. Ve la tuksiri dhahk fe inne dhahke tumitul kalb. Çeklengen işlardan saklanğın. Yani çeklengen işler Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde çeklengen haram kılıngan işler. Aş işlardan saklanğın. Şundan saklansan ibadet kılgıçlarının en yaxşısı bulursan. Allah sana taksim kılganğa razı olğun. O çağda sen en bay kişilerden bulursan. Qoşunanga yaxşılık kılgın. Onda kılsan mümin bulursan. Özün üçün yaxşı görgen närselerini başqalar üçün mü yaxşı görgün. Müslüman bulursan. Cık külkiden saklanğın. Çünkü cık külüş kalbini öldürüp koydu deydi. Hem de hadisinin şerhiga kelsak, çeklengen narsalar Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde çekilgen bütün işler o maharim deb atıldı. Haram deyilgen hemen bizning aqlimizga yemek içmeklikdeki haram yoki zina, fahişe o'xshash, jazoniga o'xshash, o'g'irlikqa o'xshash bundaq haromlar keladi. Tamam, uni mi o'z ichiga oldi, ammo bütün Allah Taala yaman ko'radigan, Peygamberimiz yaman ko'radigan ve to'sqan ishlarning hammasi şu haram ishlar qatoridan sanıldı. Ularni maharim deydi. İbn-i Cevzi Sayyidul Hatir namlı kitabında Yusuf aleyhisselamның Züleyxa onu yaman iş qilishqa, yani zinaga teklif qilgan ve onu şu zorlagan çağda maazallah Allah'tan panah tileymen deb onunğa qat'iy bo'ysunmaganligi ve onundan yüzünü kaçırganlığı en ahırda bu fitneden, bu balay apetten kutulganlığı şu vakitni ibadetinin en yukarı pellesini kılıvatatdı deydi. Hem de başka ibadetlerini kılmak onay, 5 vakit namazını cemaatle okumak onay, haremge verip hacca ömrü kılmak onay, kişide kopap teheccüd namazı okumak onay. Bunu adam yüzünü köndesi kılalaydı. Ama nefsinin istiki tutqa vaxtida şu nefsini kontrol kılıp aklını ve şeriatni nefsinin üstünden hüküm kıldırıp nefsini tutalgan adam en katı ibadetini kılgan buldu. Nefsinin bütün talepleri rad kılınmaydı. Normal talepleri mesela yemek içmek boğan, sayahat kılışkı boğan, aram elişkı boğan, hoşal buluşkı boğan nefsinin istekleri var. Bu isteklerini orundaş gerek. Ama nefsinin Allah çekilgen işlerini kılışıga yol koymaslık ve şeytanın azdırışıga yol koymaslık gerek. Saudi Arabistan'da 5-6 yaşlar chet elge çıkmakçı bulup da chet elge çıkıp oynayıp görmekçi buldu. Yani zaten Saudi Arabistan'da harak şekil koymaydı o. Zina fahişi yerleri yok.
qima o'ynatgan yer yo'q. Şoň ba'zi yoshlar sirtqa chiqib yomon ishlarni qiladigan endi shunday ishlar bor ekanda. Shularning orasida Allohdan qo'rqadigan yaxshi bir kishi bor ekan. Saboqdoshlari hamda asli bundoq kishining andaq buzuq kishilar bilan birga safar qilishi, birga aralashishi to'g'ri emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi var. El-mer'u ala dini halilihi deb. İnsan yüzü aralashgan kishiga o'xshash deb. Bizda qozonning qishig'i basi qarisi yuqudu deydigan gap bor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenettakullaha ve kunu ma'as sadiqin. İyi iman etganlar, Allah'tan korkanlar ve rastçıl kişiler bilen bulunlar deydi. Endi bu yoshning ashularga qo'shilib qolganligi bir xatolik hamda. Shular bilan birga safar qiladi. Safar qilgandan keyin safar qilishning oldida o yigit deydi. Emisi yomon ish qilmaymiz, sirtqa chiqqandan keyin deydi. Ma'qul shunday qil deydi. Bag'andan keyin u utto aşı qimarxonlarga, ayda yomon yerlarga bordi-da. Bag'andan keyin endi bu yosh Allohninki endi birga bordi, ayrim o'tirdi hamda. Bir kuni bular şu bir öyünü icra qilib o'tirgan ekan vaqtliq. Bu ayrim bir nimada o'dida o'tirgan hamda. Şuna bilan boshqa nimalardan, boshqa o'dilardan ashunaqa qizlarning ovozlari, kulkilar chiqadi ekan. Chiqqandan keyin shu eshikni ichidan itib olib o'tirdi ekan. Bularning yomonligi menga yuqib qolmasin deb. Do'stlar kelib eshikni qaqiltirgan, eshikni och deb, "Yo'q, ochmayman" degandan keyin, "Ma telefonning sharjisi qolib ekan, shuni evolayli" dedi. "Baqilamiz" deb, telefondanki sharjisini elib eshikni shunda echishiga beray deb. Ular eshikni echib kirib, bir qizni akirib qo'ydi. Uningki yo'q deganga unimay. Shuni bilan eshikni teshdan itib oldi. Shuni bilan o qiz bilan yaqinlashmoqchi bo'ldi. U "Men Allohdan qo'rqaman, bu harom ishni qilmayman" deydi. O yana yaqinlashdi. Zaten o qizga ular shunda deyishganki, "Sen shuni keltira olsang, yomon ish qildira olsang, shuni zina qildira olsang, sana degan pulni birimiz" deb shunda ittifoqlashib olgan ekanda. Bu qiz uni zo'rlaydi. Yağmış oldu. Şunun bilan bu qiz, bu yigit endi boshqa chora topolmay, "Men ediz kesile, bana yaqin kelma" dedi. Degandan qiz hech qanday bir boshqa his tuyg'uda bo'lmay deydiki, "Menmi ediz kesile" dedi. "U qandoq sen anda desa, 2 yildan beri men ediz kesile" dedi. Degandan keyin shuni bilan yosh bu hayron qoldi Alloh taolaning buni qanday qo'g'diganligini. Agar bu shuningga yaqinlashgan bo'lsa, o qiz rasmiy ediz kesili ekan. Alloh taolo bandalarni shunday qo'g'daydi. Ya'ni ko'ngilda taqvolik bo'lsa, gunohdan saqlanish istiki bo'lsa, Alloh taolo uni cho'qim saqlaydi. Allama Hasan al-Basri radhiyallohu anhu bandining yomon ishdan to'salg'inidan ortiq ibodat yo'q degan. Endi bu yerda ibodat deganda farz ibodatlar zaten shunday muhim. Endi bu shu nafli ibodatlardan yuqori demakchimdi. Gunoh ishlardan saqlanish. Gunoh ishlardan saqlanish bilan farz ibodatlarni joyida qilish ikkisi bir martabada turadigan katta ibodat. Ammo bu nafli, har qanday bir nafli ibodatlardan yuqori darajada turadi, yomonlikdan saqlanish. İkincisi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolo sana taqsim qilgan rozi bo'lgan kishilarning eng boylaridan bo'lsan degani. Endi asli boylik ko'ngil to'qliqining boyligi, ko'ngilning boyligi-da. O pulning jiq bo'lishi, öy makonlarining, buning dunyoliklarining jiq bo'lishi o emas, haqiqiy boylik emas. Boylik
ko'ngilning to'qligi, ko'ngilning aromi, ko'ngilning xo'shaligi hamda. Shuna har qanday inson Alloh taolaning o'ziga ato qilganiga rozi bo'lib, minnatdorlik bilan yashasa, u eng baxtli yashaydi, eng qanoatli yashaydi. Agar u qanoat qilmasa, butun dunyoning boyligiga ega bo'lgan, butun dunyoning eng cho'ng mansibiga ega bo'lgan, eng yuqori shuhratga ega bo'lgan odam bo'lsa, u odam rohatlik his qilmaydi. Chunki u qanoat yo'q, uni to'ymaydi, uningki ko'zi to'ymaydi. Hasad degan ashunda ayadan keladi. Ya'ni nimishqi boshqalarning bor, mening yo'q. Boshqalarning mashinasi nimishqi yangi, meniki ko'na deganga o'xshash endi. Endi hasad natibak yomon narsa. Insonningki ko'nglida kuygan bir o't. Bu o't insonning o'zini kuydirib tashlaydi. Hasad qilguvchi ayni vaqtda Alloh taolaninki taqsimotiga qarshi chiqqan bo'ldi. Ya'ni Allohga sen nimishqa uningda birisi menga bermaysa demoqchi bo'ldi u hasad qilish orqali. Hasad degan boshqalarning ilkida bo'lgan narsani shuni yo'q qilishga urinadigan, shu yo'qolib ketsa deydigan inson. Hasad ikki turli bo'ladi. Biri uningda bo'g'icha menda bo'lsa-chi deyish. Ya'ni uningdan yomonroq, menda bo'lmagandan uningdan bo'lmasin deyish. Bir podshohning ikki vaziri bor ekan, ular bisi-bisiga shunda bak hasad qildi ekanda, podshoh bir kuni ularni orasini yaxshilab qo'yay deb chaqirdi ekan. O'tirib, sizlar birsinglar o'zinglar uchun mendan nima talab qilsanglar, yan birsinglarga, qarshi tarafinglarga ikki hissasini berman. Masalan, mendan 1000 dirham pul tilsanglar, qarshi tarafdagiga uning ikki hissasini, 2000 dirham berman deydigan. Degandan keyin adam turib ketib, o'ng qo'l vaziri, podshohim, mening bu bir ko'zimni qo'yivasizlar deydi. Buni demoqchi bo'lganim, mening bir ko'zimni qo'yivasizlar, uning ikki ko'zini qo'yinglar, ikki ko'zini evatlar demoqchi. Ya'ni hasadxo badal to'lab bo'lsinmi, boshqalarga hasad qiladi. Bir amo odam bor ekan, sizning ko'zingiz echilgani yaxshimi yoki dunyodagi insonlarning hammasining ko'zi shunda amovlab ketsinmi desa, u hammadan amovlab ketsin dedi ekan. Shunda yomon narsa. İnsan o'zining shu turqiga, shu chiroyiga, shu ovoziga va shu oilasiga, shu iqtisodiga shuningga rozi bo'lib, Alloh taolo menga eng yaxshisini berdi deb qabul qilgandan keyin u haqiqatan baxtli bo'ldi. Shunga biz ibodat ishlarida o'zimizning yuqori turadiganlarga havas qilishimiz kerak. Men bu ashunda bo'lmaymanmi? Men bu ashunda kishilarga jiq yordam qilmaymanmi? Men bu ashunda kechilar qo'pab, namoz o'qib, yaxshi ishlarni qilmaymanmi? deyish kerak. Ammo dunyo ishlarida o'zimizni tuvallarga qarash kerak. O'zimizni tuvallarga qarashaq, bizning ularni yuqori ekanligimizni bilamiz. Shu chaqda Alloh taolaning bizga ato qilganlarini shu chaqda ko'ralaymiz va his qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 3-chi tavsiyasi so'zi qo'shningga yaxshilik qilgin, mu'min bo'lasan deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir hadisi bor. Mu'min emas deganda sahobalar, "Ya Rasululloh, kim u mu'min emas?" degandan qo'shnisining och yotganligini bilib turib, o'zi to'qiyotgan odam mu'min emas degan. Qo'shni haqqi haqiqatan cho'ng. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shnilarning musulmon bo'lamdi, kafir bo'lamdi, hammasiga yaxshilik qiladi. Bir kuni bir qo'y kesilgan ekan uyda. Har qanday joyda qo'y kesilsa, qo'shnilarga ochiq, qo'shnilarga taqit ekan. Uydagilardan so'raydi. Qo'shnilarga ba'dinglarmi degan, ba'doq deydi. Yahudi qo'shnimiz jo'disi ba'midi, biringlar uningga deydi. Bir kuni bir Yahudi qo'shnining
balası qattiq og'rib ketibdi ekan. Uni ziyorat qilib keldi. Kelgandan keyin qarasa, buvamda shu sakratga tushib qolib qolgan vaqtda kesinaydi ig'ir oxirgi umrida ekan. Balaga iymon aytgan dedi. Degandan bala dadisiga qaraydi. Dadam ruxsat qilamo deb. Dadisi Abul Qasimning so'zini angla dedi. Abul Qasim yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki kunyati yani Rasulullahninki Qasim deb o'g'li bor. Shu Abul Qasim Qasimning dadisi deydi. Şunu bala iman etdi. Şunu olan o bala ahiretke ketdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qo'shnidarchilikning en güzelini qildi onunla. Yani onu iman etkizib cennetga yo'llaydi. Endi qo'shnidarchilikning haqlari 3 turlik bo'ldi. Biri yaqin ve musulmon qo'shni. Onunla 3 hak oldu. Biri yakınlık hakkı, ikinci Müslümanlık hakkı, üçüncü qo'shnilik hakkı. Yakın qo'shni tuqqandan mı afzal. Bizde yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shniga yaxshi deydigan gap bor. Mushunda qo'shniga 3 haq var. Uningkin yiroq qo'shni musulmon. Uning 2 haq var. Biri qo'shni bo'lganligi, biri musulmon bo'lganligi. Uchinchi qo'shni va kafir qo'shni hamda. Uningki dininin bo'lsin, uningki qo'shni bo'lganlikning haqqi bor. Qo'shnining haqqi nihoyat cho'ng. Qo'shnilar salom qilsa salom berish, qo'shnilarning ishlariga yordamlashish, ularga aziyat yetkazmaslik, bir ishlar bo'lsa birga qilishib berish, moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish va ularning aybini yo'gash. Ularni kishilarning oldida rasvo qilmaslik va ularning ba'zi xatoliklarni aybini ko'masga silish. Bu qo'shnilikning haqqi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga bir adam kelib deydi. Bir ayol var. Farz ibadetlerini qilib qo'ydi, ammo boshqa bunday nafli ibadetlerini jiq qilmaydi, ammo qo'shnisiga bak yaxshilik qildi degan. U ayol jannatga kirdi deydi. Yana bir ayol var. Bu ayol notibak ibodat qildi. Bütün ibadetlerini qildi, hamish ibadetlerini o'tdi, ammo qo'shnisiga yomonlik qildi degan. U do'zaxga kirdi degan. Bu prinsip endi. Qo'shni haqqi shundoq cho'ng. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 4. tavsiyasi o'zing uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqalar uchun yaxshi ko'rgin. Shunda qilsang musulmon bo'lasan. Ya'ni musulmonligimizning bir alomati bu. O'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqalar uchun yaxshi ko'rish. Bu hasadning tam ta'sirisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dedi. Yaxşılık qilinglar. Allah yaxşılık qilguvchilarni yaxshi ko'rdi deydi. Yani Allah'ın sevgisiga erishdigan gap. Yani deydi, afdalul a'mali sururun tudkhiluhu ila qalbi muslim. Amallarning eng yaxshisi bir musulmon kishining ko'ngliga xushallik bag'ishlashing deydi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam İbn Mesud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan va Imom Muslim kitobida bayon qilgan bir hadisda bunda deb bergan sahobalarga. Bani İsrail'da, yani Musa alayhissalomning qavmi ichida bir odam bordi. U odam o'ldi, oxiratga bordi va hisob maydoniga bordi. Bu odamning amallarini tartsa, yaxshi amallarini hech qanday amali yo'q ekan. İmanıdan başqa hech qanday yaxshi amali yo'q ekan. Günahları jiq endi. Shuni bilan bu odam endi do'zaxga kirishga mahkum bo'ldi ekanda. Yana bir qarab boqinglar, bu odamning bir yaxshi amallari bormi desa, bu odamning bir axloqi bor ekan deydigan firishtalar. Qanday ekan u desa, bu odam kishilarga qarz berib turibgan. Muhtoj bo'lgan odamning har qanday odamga qarz berib turibgan, oyning oxirida odamlarni avatib, qarzni yig'ib kelinglar deydigan. Ularga avatishdan burun deydigan. Qarzni beralisa elinglar. Agar beranmasa, qo'li qisqa bo'lsa, qarzni to'lanmayotgan holatda bo'lsa,
ularning qarzini o'chirib o'tinglar, olmaymiz deydigan. Shukan uning prinsipi. Yaxshi amali shukan. Shundaqkan deganda Alloh taolo bu bandalarning qarzlarini o'chirib ayna qilibdi. Biz buning gunohini o'chirishga uningdan bakroq haqliqmiz. Gunohlarning hammasini o'chirib o'taylik, jannatga kirsin deydi. Demak, yaxshilik bizni jannatga olib boradi. 5-chi tavsiyasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'p kulma. Ko'p kulish qalbni o'ltiradi deydi. Normal kulka sog'lomlikning ifodasi. Normal kulka har qanday vaqtda halol. Sog'lomlik deyilgan hamon tan sog'lig'igina emas, psixik sog'lomligi, fikr sog'lomligi, badan sog'lomligi va ruhiy sog'lomlikni deymiz. Man'iy qilingan kulka boshqalarni masxir qilib kulish va natibak ovoz chiqarib o'yini ko'tarib o'tkizishlar bunda halqa kulish, jiq kulish. Bu qalbni o'tirib qo'ydi deydi. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Hammamizning amallarini o'z dargohida qabul qilsin. Amin.